Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Ma'lumki, yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi islohotlar zamirida sportni rivojlantirish asosiy o'rinlardan biriga egallaydi. Fikrimizga misol sifatida prezidentimiz tomonidan yangi tahrirdagi jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun imzolanganini aytishimiz mumkin. Ushbu qonunda sohada amalga oshirilayotgan davlat siyosatining huquqiy asoslari, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi mustahkamlab qo'yildi. Ta'kidlash joiz, davlatimiz rahbarining sport sohasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va sohaga tadbirkorlik subyektlarini jalb qilishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda ham ayni yo'nalishdagi ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Biz bugun ayni mana shu mavzuda suhbatlashish maqsadida studiyamizga ekspertlarni taklif qilganmiz. Demak, Abdushukar aka Sodiqov, O'zbekiston Milliy antidoping agentligi direktori, xush kelibsiz. Sherzod Sattorov, Sport vazirligi bo'lim boshlig'i hamda mening o'ng yonimda Bobur Hamroyev, Sport vazirligi ijro apparati boshlig'i. Avvalambor sizlarni sport sohasi vakillarining barchasini mana shu yangi qonun kuchga kirgani, qabul qilingani bilan tabriklayman. Umuman Bobur aka aytingchi, bu qonunning zaruriyati qanday edi? Bugun sportimiz dunyo miqyosida dunyoning sport державалari darajasiga O'zbekiston kirib boryapti va qonunchilikda ham bu borada zaruratlar bormidi? Marhamat. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum. Aynan bu kuni kecha yurtboshimiz tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya sport to'g'risidagi qonunni qabul qilinishi bu ham bir yangi O'zbekiston tarixida bir tarixiy voqelik bo'ldi. Nimaga deganimizda, sababi butun dunyoda bugun sport boshqacha rivojlanishni boshladi. O'zbekiston, shu jumladan O'zbekiston sport mamlakatiga aylanib bormoqda. Yoki bo'lmasam sport olamida yangi tushunchalar, yangi qarashlar, yangicha munosabatlar paydo bo'ldi. Yoki mana biz sport marketologi deymiz, sport menejmenti deymiz, yoki bo'lmasa sport klublar tizimi deymiz, yoki bir qancha shunday zamonaviy tushunchalar paydo bo'ldi va bugun sport shunchaki sport emas, bugungi sport oldingisidan ancha farq qiladi. Sababi sport bugun ilm bilan, taktik tayyorgarlik bilan rivojlanishni boshladi. O'shaning uchun aynan kuni kecha qabul qilingan qonunda bu oxirgi marta 2015-yilda bu qonun qabul qilinganida mana 10 yil bu qonun xizmat qildi, lekin bugungi yangi tushunchalar, yangi g'oyalar, yangi qarashlarni o'zida aks etadi. Qolaversa sport bugun shunchaki o'yin emas, balki o'sha davlatlar o'rtasida sport diplomatiyasi, bu aqlchilik, do'stlik, birdamlik g'oyalarini targ'ib qiladigan eng kuchli vositaga aylandi. O'shaning uchun jismoniy tarbiya sport to'g'risidagi qonunda aynan mana shu tushunchalar aks etishi bilan birga so'nggi 9-10 yilda mamlakatimizda boshqa sohalar singari sport sohasida ham izchil va keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlar natijasi va ko'lami qanday bo'ldi deganimizda, birgina misol, ommaviy sportda aholining qatlami bugun 15 millionga qarab yaqinlashgani, yoki bo'lmasa xalqaro maydonlarda sportchilarimiz erishilayotgan bugungi natijalar, yoki o'sha ayollar, aynan xotin-qizlarning sportdagi ulushi bugun 40% dan oshgani, yoki bo'lmasam o'tgan yilda 2024-yilda bo'lib o'tgan Parij Olimpiya, Paralimpiya o'yinlarida har ikkala yo'nalishda yurtimiz sportchilari 13-o'rinni qo'lga kiritib eng kuchli davlatlar qatorida bo'lgani, bu mamlakatimiz sportida erishilayotgan natijalarga asos bo'layotgan bugungi islohotlarda qonun darajasida mustahkamlanishi, ya'ni qonun ustuvor, jazo muqarrar degan izgu o'sha g'oyani sport sohasidan mustahkamlab qo'yilishiga sabab bo'ldi deb ayta olamiz. Mana shu masalalarni qonun darajasida mustahkamlangani albatta islohotlar ortga qaytmas va izchil va davomli bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Rahmat. Darhaqiqat sport rivojlanyaptimi? Qonunchilik ham takomillashib borish kerak va bu yo'lda zamonaviy mexanizmlar qonunchiligimizga ham kirib borish kerak. Masalan, bugun sport industriyasi degan bir tushuncha O'zbekiston sportiga ham bevosita kirib keldi. Bugun sport nafaqat sport musobaqalari yoki jismoniy baquvvat bo'lish yoki xalqning salomatligi, balki juda katta industriya hamdir, juda katta ishlab chiqarish va juda ko'pchilikni qaysidir ma'noda ish bilan ta'minlaydigan bir sohaga ham aylandi. Aynan mana shu nuqtai nazardan yangi qonunda umuman tadbirkorlarni sportga jalb qilish mexanizmlari qanday? Sherzod aka, marhamat. Avvalambor aytib o'tish kerak, biz qonun ishlab chiqishda, umuman qonun loyiha davrida
10dan ortiq yig'ilish o'tkazildi. Bu bo'yicha aynan ilmiy professorlar bilan boshqa hamda xorijiy tajriba o'rganildi. Aynan xorijiy tajribada siz aytgan masalaga, ya'ni xususiy sektorning ulushi, uni qanaqa jalb qilish mumkin degan masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Birinchi o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, qonun bilan aynan xususiy sektorni, ya'ni tadbirkorlik subyektlarini sportga jalb qilishda alohida muhim o'rin tutadigan institutlar, ya'ni bu sport agenti, sport ligalari, sport klublari, umuman nodavlat jismoniy tarbiya tashkilotlarini reyestrini yuritish, ularni ro'yxatga olish, ularga qanaqadir yengilliklar berish masalalari ko'zda tutilgan. Bu maqsadda biz xorijiy davlatlar tajribasini o'rgandik. Ya'ni biz ma'lumki, ko'pchilik o'sha Yevropa davlatlarida sport sohasi rivojlangan davlatlarda davlat ishtiroki minimal darajaga tushirilgan. Ya'ni asosan bu xususiy sektorning ulushi juda ham yuqori. Ya'ni bu siz aytganingizdek industriyaga aylanib bo'ldi. Ayrim davlatlarni aytib o'tishimiz kerak, ularda umumiy sport industriyasi bu 40-50 milliard dollargacha yetadi. Ya'ni o'sha sport sohasi. Va bu borada biza alohida sport klublarini, umuman sport klubi maqomini alohida qayd etib o'tdik. Bundan tashqari sport klubini tashkil etish jarayonini soddalashtirdik. Ya'ni endi u yuridik shaxs maqomi yoki yuridik shaxs maqomisiz ham tashkil etilishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bugungi kunda umuman sport sohasini monetizatsiya deb ataymiz, ya'ni xususiy sektorni jalb qilib, o'zini o'zi mollashtirishga o'tish tendensiyasida asosan musobaqalar tashkil qilish juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni bunda aynan sport ligalarini tashkil qilish, ularning huquqiy maqomini belgilab beryapmiz. Bu bilan har bir sport turi bo'yicha musobaqalarni xususiy sektor tomonidan tashkil etib borilishi, ulardan o'sha reklama, marketing orqali xususiy mablag'larni jalb etilish va bunda davlat ishtirokining bosma-bosqich kamayib borishiga olib keladi. Aynan mana shu institutlar, mana shu normalar kelajakda xususiy sektorning yanada kengayib, sport sohasiga kirib kelishiga zamin yaratib beradi. Hozir Bobur aka, suhbatimiz avvalda aytib o'tganingizdek, sport sohasidagi turli yo'nalishlar rivojlanib borayotgani va davlatlar o'rtasida, turli yirik xalqaro federatsiyalar o'rtasida ham qaysidir ma'noda munosabatlarni tartibga solishga ham xizmat qiladi. Bu qonunchilikning takomillashishi. Aynan mana shu jarayonda antidoping sohasi juda katta o'rin tutadi. Antidoping mutlaqo xalqaro doira bilan birgalikda ishlaydi va xalqaro qoidalarni, normalarni bizning sportimizga olib kiradi. Bizning sportimizni xalqaro normalarga moslashtiradi. Aynan mana shu yo'nalishda qonunda antidoping bo'yicha nimalar ko'zda tutilgan? Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor bu qonunni ishlab chiqishda, albatta bu qonunni boshlashdan avval 23-yilda O'zbekiston Respublikasi sport sohasi xalqaro arenalarida 3-1 deydi, ya'ni birinchi guruhga o'tdi. Bu albatta o'z navbatida qonunchiligimizga yengillik kiritish, qonunchilikka shu 2015-yilda tasdiqlangan qonunni qayta ko'rib chiqish taqozo qildi. Va hozirgi kundagi bizning yangi tasdiqlangan qonunimizda aynan Butunjahon antidoping agentligi tomonidan ko'rib chiqilgan, xalqaro ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilgan barcha normalarga, talablarga javob berishi bilan o'ziga xosligi ma'lum. Shuningdek, hozirgi kunda O'zbekiston Milliy antidoping agentligi barcha sportchilar, murabbiylar va ularning vakillariga har birini yuridik va sportda bo'ladigan barqarorlik va ularning bajariladigan har bir funksiyalar belgilab berildi. Abdushukur aka, shu yerda bir savol juda ko'pchilikni qiziqtiradi. Ba'zi sportchilarimiz, xalqaro nomdor sportchilarimizni qaysidir ma'noda va'da tomonidan qandaydir diskvalifikatsiya yoki qaysidir ogohlantirish olgani haqida eshitib qolamiz va aslini bilsak, o sportchimiz qaysidir ma'noda doping yoki boshqa narsa qabul qilmagan, lekin qandaydir qoidalar, me'yorlarga amal qilmay qolgan yoki qaysidir ma'noda tartibsizlik yoki ehtiyotsizlik tufayli. Aynan mana shu nuqtai nazardan sportchilarni tarbiyalash mexanizmini ham aynan xalqaro antidoping qoidalariga mos ravishda tarbiyalash mexanizmi ham shakllantirilishi kerak. Nima deb o'ylaysiz? Juda to'g'ri fikrlayapsiz. Albatta bu va'daning Butunjahon agentligining asosiy yo'nalishlari, ya'ni bizning Milliy antidoping agentligi 3 ta asosiy yo'nalish. Birinchisi bu education, ya'ni ta'lim berish. Ya'ni bu biza hozirgi kunda nafaqat birinchi raqamli sportchilar, balkim respublikamizdagi hududlardagi barcha sport maktablari, sport muassasalari, oliy ta'lim muassasalaridagi sport klublarini, sportchilarini, havaskor sportchilarni, nafaqat sportchilar, balki ularning ota-onasi, ularning vakillariga shu sportda antidoping qoidalari 11 ta qoidalari bo'lsa, shularning barchasini ularga tushuntirish, nafaqat u sportdagi faoliyatiga, balkim kelajakdagi sog'lig'iga
salbiy ta'siri to'g'risida turkum seminarlar, treninglar o'tkazib kelinmoqda. Bu albatta juda kerak narsa, chunki hozir sportlar rivojlanyapti. Ayniqsa O'zbekiston sport juda katta davlatimiz rahbarlari tomonidan e'tiborlari uchun juda katta tez rivojlanyapti. Va o'z navbatida sportchilarimiz, yosh sportchilarimiz ham marrani katta qo'yishyapti. Marrani katta qo'yish deganda albatta ayrimlari doping iste'mol qilish bilan ham shunaqa bir sportchilarimiz ham bor, tushunmas yoki uning vakillari tomonidan tushunmas dorilar iste'mol qilishi, u taqiqlanmagan bilmagan holda iste'mol qilishi kuzatilyapti. Bu bo'yicha biz har yili sport taqiqlangan dori vositalari va moddalar biz ro'yxat tuzib, o'sha imkon qadar barcha sportchilarga yetkazib kelyapmiz. Rahmat. Endi yana qonundagi boshqa yo'nalishlarga qaytsak, masalan men tadbirkorman. Qishloqda masalan joyim bor. Qandaydir maktabning stadioni bor yoki bo'sh joy bor. O'sha joyni olib bolalar uchun nimadir qilmoqchiman, sport maydoni qilmoqchiman. Mana shu tadbirkorga qandaydir soliq imtiyozlari bo'ladimi? Qonunchilikda qanday imtiyozlar beriladi? Nimadir imkoniyatlar beriladimi? Musobaqalar o'tkazish uchun ehtimol. Marhamat Bobur aka. Albatta bu mana hozir yuqoridagi spikerlarimiz ham aytib o'tdi. Aynan bu qonunda alohida bir yo'nalish sifatida qaralgani, bu sportda aynan xususiy sektor ko'magida, xususiy sektorga sportni biznesga aylantirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan va bu bo'yicha alohida moddalarda aynan tadbirkorlarimizni xususiy sektorda manfaatlari va huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan ularga xizmat qiladigan moddalar, normalar kiritildi. Aynan biz so'nggi yillarda mamlakatimizda sportdagi davlatning ulushida ham sezilarli o'zgarishlar bo'ldi. Biz mana oxirgi yillardagi sport islohotlari deyapmiz. Mana shu natijalarga olib kelgan islohotlar aynan biznes vakillarini sportga investitsiya kiritish, sport orqali sport xizmatlarini ko'rsatish, sportni biznesga aylantirish borasidagi tashabbuslari ham rivojlanishni boshladi. Aynan qonunda masalan bir misol keltirishim mumkin, davlat xususiy sherikchilik tizimi degan tushuncha ham bu sportga juda bir eski tushuncha emas. Bu yangi tushunchalar, oxirgi 4-5 yilda paydo bo'lgan tushunchalar. Aynan shu siz aytgan davlat sport ta'lim muassasalari hududidagi bo'sh turgan obyektlarda, yer uchastkalarida, yer maydonlarida aynan davlat xususiy sherikchilik tizimi asosida sportni rivojlantirish va sport xizmatlarini yo'lga qo'yish, bu bo'yicha o'sha tadbirkorlarning ham huquq va erkinliklari bu nimada qonunda o'zini aksini topdi yoki buni izchil davlat xususiy sektorda sportni rivojlantirish, sport yo'nalishidagi faoliyatini qo'llab-quvvatlashini mana shu qonun bilan bir barakaga bildirib qo'ydi desak aynan to'g'ri bo'ladi. Aynan sportda hozirgi kunda ularda davlat xususiy sherikchilik tizimidagi loyihalar ko'lami qanday deganimizda, masalan birgina o'tgan yilda o'zida 15 ta davlat xususiy sherikchilik loyihalari o'sha ishga tushirildi. 15 tasi. Bu qiymati 135 milliard so'mni tashkil qiladi. Bu degani kamida yana 5000 aholini sport bilan shug'ullanishi uchun qo'shimcha infratuzilma, qo'shimcha imkoniyat yoki mavjud sharoitlarni kengaytirish degani buni tushunishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, mana shu yerda biznesmen, tadbirkor agar sportga pul tikyaptimi, undan daromad olish kerak. Ertaga u bilan bog'liq qandaydir mojarolardan sportda bu narsa juda ko'p bo'ladi, himoyalanish kerak. Demak, bu qaysidir ma'noda sport arbitraj degan tizimlarni ham talab qiladi. Bizda mavjud bo'lishini, dunyoda bor sport arbitraj tizimlari, sudlari. O'zbekistonda ham mana shu narsa nazarda tutilyaptimi? Ya'ni tadbirkorning huquqi, manfaati, uning mana shu tikkan pulidan daromad olish kafolatimi? Qanday bu jarayonlar? Umuman olganda tadbirkorning biror sohaga mablag' kiritishi, uni kafolatlari bu alohida qonunchilik bilan tartibga solingan, belgilangan. Lekin qo'shimcha ravishda aytishimiz kerakki, tadbirkorlar uchun sport sohasida juda ham keng imkoniyat yaratilgan. Bu birinchi navbatda jismoniy tarbiya sport sohasidagi xizmatlar bu ijtimoiy xizmatlar deb tan olingan soliq kodeksi bo'yicha va ular foyda solig'idan ozod qilingan. Tadbirkorlar. Xuddi shuningdek, mana yaqinda o'sha kun kecha prezidentimiz tomonidan yana alohida o'sha qaror qabul qilingan edi. Sport sohasini moliyalashtirish, tadbirkorlarni jalb qilish bo'yicha bunda ham alohida o'sha sohaga mablag' kiritadigan tadbirkorlar uchun alohida soliq imtiyozlari berish nazarda tutilmoqda. Xuddi shuningdek, yana ta'kidlab o'tishimiz kerakki, umuman sport sohasida bu arbitraj masalasi juda ham muhim masala. Bizni tadbirkorlar o'rtasidagi nizolarni ko'rib chiqishda
arbitraj, xalqaro arbitraj qoidalarini qo'llash bo'yicha qonunchilikni takomillashtirganmiz va 2021-yilda yangi qonun qabul qilganmiz. Xuddi shuningdek sport, o'sha jismoniy tarbiya sport to'g'risidagi qonunni yangi tahriri ishlab chiqishda ham deputatlar bilan, senatorlar bilan bu masala juda ham keng muhokama qilingan. Lekin umumiy arbitraj qonunchiligi doirasidagi masalalarni hali takomillashtirish zarurati mavjudligi sababli bu masala jismoniy tarbiya sport to'g'risidagi qonunchilikka kiritilmagan. Lekin sport arbitraji masalasi biz uchun kelajakdagi bir muhim ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan masalalardan biri bo'lib qolmoqda hozirgi kunda. Bobur aka, shu o'rinda aytingchi, mana xususiy klublarning tashkil etilishi tadbirkor uchun nima beradi? Masalan, bilaman, Farg'onada xususiy klublar bor, voleybol klubi, O'zbekiston chempionatida g'alaba qozonyapti. Bu tadbirkorga buni nima beradi? Tadbirkor o'zini nimasini mana shu orqali reklama qila oladi yoki qandaydir manfaat oladi? Demak, nimadir bera olishini isbotlab bergan taqdirimizdagina sportga investitsiya, sportga mablag', sarmoya kirib keladi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bu tadbirkorlar uchun birinchi navbatda sport bu hozir Sherzod aytib o'tgandek o'zlashtirilmagan yangi soha. Butun dunyoda sport biznesga aylangan. Nimaga unaqa deyapmiz? Chunki tadbirkorlarning asosiy tadbirkorlikda oltin qoidasidan bittasi bu talabni rivojlantirish uchun marketing bilan shug'ullanish. Marketing sportda eng oson va eng maqbul yo'nalish sifatida qaraydi butun dunyo biznes vakillari. Sababi sport orqali o'zini mahsulotini, o'zini xizmatini, o'zini brendini targ'ib qilish eng ommabop va eng qulay yo'nalish sifatida qaraladi. Endi tadbirkorlik subyektlarini aynan sportda sport xizmatlarini ko'rsatishi, mana butun dunyoda oxirgi 5 yillik statistikasiga qaraydigan bo'lsak, sport xizmatlar hajmi 1 trillion dollarga yetdi. Bu so'nggi 5 yilda 2 barobar rivojlanish degani. Chunki ya'ni bundan ham xulosa qilishimiz mumkin. Sportga kirib kelayotgan tadbirkorlar va ularning qiziqishi ham shunga yarasha oshib, ularning salmog'i kengayib bormoqda. Endi tadbirkor nima manfaat topadi deganimizda, birinchi navbatda bepul marketing, ya'ni bepul reklama joylashtirish. Bu sport o'yinlari, sport musobaqalari bizda mana so'nggi yillarda mana dzyudo bo'yicha, boks bo'yicha, taekwondo bo'yicha yoki mana voleybol bo'yicha, jamoaviy sport turlari bo'yicha mana shuncha jahon chempionatlari o'tyapti. Undan tashqari ham biz aytishimiz mumkin, mana Osiyo darajasidagi musobaqalar qanchasi o'tyapti yoki yaqinda Osiyo Olimpiya kengashining 46-bosh assambleyasi mana O'zbekistonda o'tganda ham mana shu ko'rsatuvlarni, mana shu o'yinlarni butun xalqimiz, butun dunyo buni kuzatib boradi. Bu oraliqda ular reklamalarni joylashtirishi, boshqa qilishi juda katta biznesini rivojiga, biznesga talabni shakllanishiga olib keladi. Bundan tashqari, bizning o'sha amaldagi qonunchiligimizda aynan jismoniy tarbiya sport obyektlarini mol-mulk solig'idan ozod qilinishi. Bu ham juda katta tadbirkorlar uchun yengillik bo'ladi. Ya'ni ular o'sha o'zlari tashkil qilgan infratuzilmasi, sport infratuzilmasini mol-mulk solig'idan ozod bo'lishi. Yoki bo'lmasa biz mana yaqinda bu ham ko'p bo'lmadi, bu ham bir o'sha yangi O'zbekistondagi islohotlarning bir yo'nalishidan biri. Aynan sport trenerlariga o'zini o'zi band qilish huquqi berildi. Aynan bu masala ham qonun darajasida hozir mustahkamlab qo'yildi. Ya'ni tadbirkorlar aynan bir yuridik shaxs bo'lishi yoki bir tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishi emas, masalan, mahalladagi oddiy trener bir 25 ta 30 ta bolani topib, iqtidorli bolalarni olib, sport bilan muntazam shug'ullantirib, ularni sog'lomlashtirib, ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etadigan bo'lsa, o'zini o'zi band qiladi. O'sha tizim orqali bemalol u ishlashi mumkin. Eng katta masala ularni har qanday rasmiy sport musobaqalarida ishtirokiga to'liq yo'l ochib berildi. Ularga hattoki mana Olimpiya chempionlarini tayyorlashiga ham qo'yilgan va bundan umuman kelgusi rejalar ham bu borada juda katta. Sababi mana hozir bizda davlat sport ta'lim muassasalarida Olimpiya chempionlarini, Osiyo, jahon chempionlarini tayyorlagan sportchi va trenerlarni rag'batlantirish mexanizmi bor. Aynan o'sha narsani xususiy sektorga tatbiq qilish masalasi ham hozir ko'rib chiqilyapti. Bu ham juda katta manfaat yaratadi xususiy sektorga. Mana shu mavzuni davom ettiradigan bo'lsak, mana ta'lim sohasida uzoq masofalardagi hududlarga borib dars beradigan o'qituvchilarga imtiyozlar bor, to'g'rimi? Aynan mana shu uzoq masofalardagi o'quvchilar sport bilan ham shug'ullanishlari kerak. Ularni sport bilan shug'ullantirishlari uchun murabbiy kerak. Borib jismoniy tarbiya yoki sport bilan shug'ullantiradiganlarga ham
murabbiylarga, mutaxassislarga ham mana shunday ko'zda tutilyaptimi imtiyozlar? Ya'ni biz umuman aytib o'tilgandek mahallalardagi hamma trenerlarga qo'yamiz va bu borada boya aytib o'tganingizdek olis hududlarda sportni rivojlantirish uchun birinchi navbatda infratuzilma, ikkinchi navbatda o'sha trener, ya'ni mutaxassis kerak. Bizni o'sha mutaxassislarni tayyorlash, sportchini sport faoliyatini tugatgandan keyin uni o'sha mutaxassisligi bo'yicha trener sifatida ishlab, shu sport sohasini rivojlantirishga, ya'ni ham o'sha uzilib qolmaslik kerak. Ya'ni sportchi bu sohani tugatgandan keyin, professional sportchi o'z faoliyatini yakunlagandan keyin u kim bo'lib ishlaydi? Aynan o'sha sohani rivojlantirish. Chunki u sohani u ichidan biladi, o'zi yaxshi biladi degan ma'noda biz ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytiryapmiz. Xususan mana sport akademiyasi tashkil etildi. Bu o'sha professional sportchilarga yana ham ta'lim berib, ularga o'sha nima deydi, tugatgandan keyin qo'shimcha hujjatlarsiz trenerlik faoliyatini amalga oshirib borishiga. Va olis hududlarda davlat tarafidan bu sport infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu orqali aholini sportga jalb qilish. Umuman olganda trenerlarga o'zini o'zi band qilish huquqi berilganligi bu hammaga berilgan. Ya'ni o'sha mahallalarda bu olis hudud bo'ladimi yoki shahar hududi bo'ladimi, agar u mahallada yoki o'sha umumta'lim maktabini sport zalida qandaydir guruh orqali tashkil etilgan bo'lsa, unga mana shu imtiyozli bir yengillik bergan holda qo'llab-quvvatlash va uni keyinchalik bosma-bosqich kengayib borishi va yiriklashib, nima deydi, alohida klubga, sport klubiga aylanib borishiga davlat albatta ko'mak ko'rsatadi. Bu sport vazirligi vositasida, ya'ni shakli. Aynan mana shu yangi qonunimizda paralimpiya sohasiga ham kattagina o'rin ajratilgan. Avvalgi qonundan farqli ravishda aynan mana shu paralimpiya sportini, umuman paralimpiya sohasini rivojlantirish yo'nalishlari, istiqbollari qanday ko'zda tutilgan? Albatta, to'g'risini aytganda, bizda hurmatli yurtboshimiz 2021-yilda bu paralimpiya harakatini juda katta bir harakatga, davlat siyosatining bir ustuvor yo'nalishiga aylantirib berganlar. 2021-yilda qabul qilingan qarorlari aynan O'zbekiston bugun mana oxirgi Parij paralimpiya o'yinlarida ham kuchli 15 talik davlatlar qatorida, ya'ni 13-o'rinda qo'lga kiritishi yoki bugun paralimpiya terma jamoalari a'zolari soni, ya'ni sportchilar soni 3 karra ko'payib 1,2 ming nafarga yetishi yoki umuman paralimpiya harakati, umuman paralimpiya yo'nalishida sport bilan shug'ullanayotganlar 16 mingga qarab yaqinlashgani yoki ommaviy sportda nogironlik bo'lgan shaxslarda bugun 70 mingdan oshgani aynan mana shu islohotlarning natijasi. Lekin aynan jismoniy tarbiya sport to'g'risida qonunda o'sha yaqingacha amalda bo'lgan tahririda paralimpiya harakati, umuman nogironlar sporti bo'yicha bunday tushunchalar yo'q edi. Ya'ni bu yangi yo'nalish. Aynan shu yo'nalishda qonun darajasida mustahkamlanishi, umuman paralimpiya sport turlari yaqingacha 16 ta sport turi bo'lgan bo'lsa, bugun 90 dan oshiq 100 ga yaqin sport turi bo'ldi. Yoki bo'lmasa 2-3 yil oldin adaptiv sport assotsiatsiyasini tashkil qilib, ko'zi ojizlar sporti, maxsus olimpiya harakati yoki bo'lmasa paralimpiya yo'nalishi yoki bo'lmasa eshitish va gapirishda nuqsoni bo'lganlar yo'nalishi bo'yicha aynan nogironlik bo'lgan shaxslarda o'zlariga mos bo'lgan sport turlarini o'sha kengayib, mana shu tizimga, yagona tizimga birlashtirilib, yagona moliyalashtirish, yagona musobaqalar tizimi yaratilgani bu albatta mamlakatimizda paralimpiya harakatini rivojlanishga olib keldi va paralimpiya harakatini barcha yo'nalishlari, bu raqamlashtirish bo'ladimi yoki 5 tashabbus paralimpiyadasi bo'ladimi, barcha yo'nalishlari mana shu qonunda yangi bir yo'nalish sifatida o'z aksini topdi. Albatta, sportchi har doim jismonan tayyor, sog'lom bo'lishi kerak va uning sog'lomligini kim kuzatadi? Albatta murabbiylari va albatta sport sohasini shifokorlari, sport meditsinasi. Aynan mana shu nuqtai nazardan Abdushukur aka, sizga biroz aloqadorroq soha sport meditsinasi bilan bog'liq o'zgarishlar, jarayonlar, islohotlar qanday ketyapti bu borada? Albatta, hamma soha rivojlangan sportda barcha yo'nalishlari, barcha sport turlari bo'yicha yo'nalish rivojlangan sari sport tibbiyoti ham juda yaxshi tomonga o'zgarishlar bor. Mana yaqin kunlarda sport tibbiyot ilmiy amal markazida xirurgik davolash yo'nalishlari ochilishi va ulardagi mutaxassislarni malaka oshirish, chet elda hamkorlik mutaxassislar bilan birga qo'shma seminarlar o'tkazilishi albatta bu sport tibbiyotini, sport psixologiyasini, asosiy hozirgi kundagi sport psixologiyasi rivojlanishiga va sport farmakologiyasi rivojlanishiga turtki beryapti. Yaqinda sport tibbiyot ilmiy amaliy markazida o'tkazilgan xalqaro konferensiyada ham xalqaro sport tibbiyot federatsiyasi rahbariyati kelishi bu albatta O'zbekiston uchun katta bu bir tantanasi ham bo'ladi, chunki
xalqaro sport tibbiyoti federatsiyasi butun jahondagi barcha sport yo'nalishlari bo'yicha, tibbiyot yo'nalishlari bo'yicha eng asosiy organ hisoblanadi. Bizani sport tibbiyot ilmiy markazining bu assotsiatsiyaga a'zo bo'lishi va u bilan hamkorlikdagi qilingan ishlar, ya'ni Baltika va MDH davlatlarining assotsiatsiyalar birga kollaboratsiyalar qilinayotgan ilmiy ishlari va ular bilan birga qilinayotgan ilmiy izlanma va grantlari bu maqtovga sazovor desa ham bo'ladi. Shuningdek, bu yerda asosan hozirgi kundagi sport farmakologiyasi yo'nalishi bo'yicha ham bir qancha O'zbekistondagi madalli suvlar yoki shu bizani kitob g'uzor tog' tizmasidagi shifobaxsh o'tlardan ham hozirgi kunda ekstrakt olinib va ilmiy tekshirish institutlarida shu ekstraktlardan dori ishlab chiqarish yo'lga qo'yish boshlandi. Bu o'z navbatida yaqin yillarda o'zini ijobiy natijasini beradi deb o'ylaymiz. Albatta, sport dasturimiz avvalda aytib o'tdik, juda katta tarmoqlarga bo'linib ketyapti. Mana bugungi kunda sport turizmi degan ham tushuncha paydo bo'lyapti-da. Aynan sport turizmi orqali ham mamlakat juda katta miqdorda investitsiyalarga, daromadga ega bo'lishi mumkin. Sherzod aka, aytingchi, aynan mana shu yo'nalishda nimalar nazarda tutilyapti? Birinchi navbatda bizda sport turizmi uchun xalqaro nufuzli sport musobaqalarini O'zbekistonda o'tkazish an'anasi paydo bo'ldi. Ya'ni biz yaqin-yaqin ko'ryapmizki, yirik musobaqalar O'zbekistonda o'tkazilib borilmoqda. Xususan mana 2024-yilda biz futzal bo'yicha jahon chempionatini qabul qildik. Bundan tashqari 2027-yilda bizda 20 yoshdagilar o'rtasida futbol bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Bu uchun alohida o'sha katta yirik futbol stadioni ham barpo etilmoqda. Bu nimadan darorat beradi? Xususan, men yana aytib o'tishimiz kerak, Olimpiya shaharchasi sport inshootlar kompleksi barpo etildi. Bu butun dunyoda bir unikal bo'lgan sport komplekslaridan biri hisoblanadi va aynan ushbu kompleks ham aynan xalqaro sport musobaqalarini qabul qilish, ularni o'tkazish uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari alohida sport turlari bo'yicha biz bir qator jahon chempionatlari, mana judo bo'yicha yaqinda xalqaro musobaqa o'tkazildi va hozirda taekvondo bo'yicha alohida xalqaro musobaqa o'tkazish ko'zda tutilmoqda. Umuman bunday xalqaro musobaqalar uchun davlat byudjetidan xarajat qilib o'tkazilishi bu narsaning ikkinchi tarafi bor, ya'ni iqtisodiy tarafi. Ya'ni aynan shu musobaqalar uchun boshqa xorijiy mehmonlarning tashrif buyurishi va bu orqali O'zbekistondagi sport turizmi rivojlanishiga ham bu juda katta hissa ko'rsatadi. Ya'ni biz aynan sport turizmini rivojlantirish uchun xalqaro musobaqalarni O'zbekistonda o'tkazish tendensiyasini olib bormoqdamiz. Bu borada bizning tegishli sport tashkilotlarimiz, sport federatsiyalari o'sha xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralar olib bormoqda hamda bu xalqaro musobaqalarni O'zbekistonda o'tkazish faqat O'zbekistonda o'tkazish xarajatlari emas, uni balki xorijdagi o'sha badallarni to'lash ham bor. Ya'ni bularning hammasi iqtisodiy jihatdan tahlil qilinganda keladigan o'sha turizm oqimi nuqtai nazaridan iqtisodiy manfaat yuqoriroq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bizda bu tendensiya yana ham ommalashmoqda. Ya'ni xalqaro o'sha musobaqalarni, tadbirlarni O'zbekistonda o'tkazish. Mana o'tgan yili biz o'tdi bu FIA Awards, ya'ni xalqaro avtosport tashkilotining bosh kongressi O'zbekistonda bo'lib o'tdi. Bu orqali bu ushbu sport turida muxlislari uchun O'zbekiston, Toshkent shahri bu yana ham bir nima deydi, ular uchun kashf qilindi. Bir qator juda ham nufuzli mehmonlar tashrif buyurdi. Bunga o'xshagan juda ko'p tadbirlar o'tmoqda va yanada o'tkazish bu kengaytiriladi. Rahmat Sherzod aka. Dasturimiz oxirida Bobur aka, sizga qisqagina savolim. Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun O'zbekistonda sportga mablag' kiritaman degan tadbirkorlar uchun bu yangi imkoniyatlar eshigi, shundaymi? Albatta. Bu qonun boya ham aytib o'tdik, tadbirkorlarning birinchi navbatda huquq va erkinliklari va ularni aynan sportdagi biznes yo'nalishlarini qat'iy belgilab beradigan va himoya qilinadigan qonun va davlat siyosatini bir ustuvor yo'nalishini ko'rsatib beradi. Rahmat, qadrli teletomoshabinlar, bugun dasturimiz davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yaqindagina imzolangan yangi tahrirdagi jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun va uning mazmun mohiyati haqida sizlarga ma'lumotlar yetkazdik. Bu borada O'zbekiston Milliy antidoping agentligi direktori Abdushukur aka Sodiqov, Sport vazirligi bo'lim boshlig'i Sherzod Sattorov hamda Sport vazirligi ijro apparati boshlig'i Bobur Hamroyevlar bizga yaqindan yordam berishdi. Barchangizga, studiyamizga tashrifingiz uchun tashakkur bildiramiz va sportimiz har doim g'alabalari bilan bizni xursand qilsin deb qolamiz. Omon bo'ling.